Sizda allergiya bormi? Unda bu maslahatlarim sizga kerak bo'ladi. Aynan oziq-ovqatga bo'lgan allergiyani davosi, bu aynan sizga allergiya bergan oziq-ovqat mahsulotidan voz kechish hisoblanadi. Misol uchun, siz, pomidor iste'mol qildingiz, pomidordan allergiyangiz bor. Tekshirtirdingiz, haqiqatan ham pomidorga nisbatan allergiyangiz chiqdi. Yeb qo'yganingizda shikoyatlaringizni yo'qotib, ya'ni yo'talishingiz mumkin, toshma toshishi mumkin, nafasingiz yoki burningiz oqishi mumkin. Xullas, qanaqadir shikoyatlaringiz bo'lsa, biz davolab beramiz, lekin qaytib iste'mol qilmaslik tavsiya etiladi. Juda ham ko'pchilik noto'g'ri tushunib oladi. Endi allergiyam shu paytda yeganimda, qo'ziganda endi yesam bo'laveradi degan tushunchaga kelib qoladi. Yo'q, unaqa emas do'stlar. Mabodo sizda shu pomidor deganingizda allergiya berdimi, bu tahlillarda ham tasdiqlandimi, aynan allergiya, qaytib bu mahsulotni iste'mol qilmaslik kerak bo'ladi. Undan tashqari, dori-darmonlarga bo'lgan allergiya juda ham ko'pchilikda hozirgi zamonda ko'payib ketdi. Aynan doriga nisbatan allergiya. Juda ham ko'pchiliklar aynan qaysi dori allergiya berganini esdan chiqarib qo'yyapti. Sizda qanaqadir dori yoki dorilar allergiya bergan bo'lsa, shuni o'zingiz esingizdan chiqib qoladigan bo'lsa, daftar tutib yoki qanaqadir joyga yozib, saqlab, telefoningizgami yoki daftaringizgami yozib olib, shuni har doim esingizdan chiqarmang. Qanaqadir sog'lig'ingizda muammo bo'lib qoladigan bo'lsa, shu dorilarni qanaqadir shifokorga borganingizda ayting. Meni mana dorilarga allergiyam bor. Oldin shunaqa holatlar bo'lgan deb. Misol uchun birinchi marta Ceftriaxon oldingiz, yengilgina tarvoq toshib o'tib ketdi deylik. Shuni qaytib olmen degan bo'lsa, adashib yana Ceftriaxon olib qo'yadigan bo'lsangiz, keyingi allergik shikoyatlar og'irroq o'tishi mumkin. Ya'ni boshqacha yomonroq holatlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun qaytib olmaslik kerak. Buni juda ham ko'pchilik esdan chiqarib qo'yapti. So'rasak, dori allergiya bergan, lekin nomi nima ekan deb eslolmayapti. Sizni ham doriga nisbatan, oziq-ovqatga nisbatan allergiyalar bo'ladigan bo'lsa, qanaqadir savollaringiz bo'lsa, bemalol kommentariyada yozishingiz mumkin va allergiyasi bor bemorlarga shu videoni jo'natib qo'ying. Foydali bo'lsa, xursand bo'laman.